Hürmetli vatandaşım, yukarıda görüp öttünüz haberlerini. Ve leksiyalarla tanışıp çıktık. Biz uzundan beri Çavuşan doğrusu toxtulup kelivatımız, bazı kızıkıp kelivatımız, bazı susrak kızıkıp kelivatımız. Bu mesela Çavuşan urusu 1950 yılı. Çavuşan uruşu ahırlaşkandı için tak hazır toxtap kalgan emas. Bir gün toxtap kalgan emas. Bu mesela bugün günde mana müşterilik berip yetti. Mesela deylik ki 20 yıldan beri Çavuşan Amerika'nı ahmak kılıp geldi. 20 yıl burun Çavuşan'da yadro kuralları bağ mı yok mu? Bunun özü bir gap idi. Demek bunun 20 yıl burun Çavuşan'da yadro kuralları, raketa degендek narsalar bağ mı yok mu? Demek bu iş söhbet kılgan süre raketa ve yadro kuralları yok Çavuşan ahırki hesapta muşundak nazik peyt kelgende o Çavuşan yerim arıldı yadro kuralları girişti. Yakından beri Cungo'nun pozisyasıymış. Bir hapçilik özgürüşe karısak ötkenge biz ettik ki Amerika Koşmuş Ştatlarının Carl Vinson belgelik av amatki grupsi Janubi Deniz kirdi. Cungo bir işke bayanat ilan kılıp koyup jimip ketdi degen edik. Yakında yani bir haberler qaraganda yakında sizlarga Amerika Kongresining Marco Rubio'nun Cungo'nun Janubi Deniz to'g'risidagi qaror qonun loyiha ma'qullaganligini ko'rib o'tdik. Demak, Cungo yana Janubi Deniz'de hareket başladı. Yani G'arbiy taqim orollarda qurilish qilishga başladı. Onundan burun Amerika Cungo o'rtasidagi eng nozik orol deb qaralgan. Shundaqla Janubi Deniz'dagi eng nozik orol siyosiy masalasi ya harbiy ishlar masalasi eng nozik orol deb qaralgan Huangyandao degan oroldagi qurilishni Cungo to'xtatganligini Jakarta mismo u yerdan chekinishga boshlagan. Lekin yaqindan bir yana u yerda qurilish qilayotganligidan iborat bir paketlar torbetlarda aşkarlanışga başladı. Demek Cungo bir çekinip bir ilgirlep zaten neymiş qilmoqchi buni huquqini bo'lmaydi. Biz aralıqda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat siyosati to'g'risida masalan so'zan Toronto xonimning Cungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining favqulodda qurilish xarakterlik munosabat o'rnatish tayyorlik qilayotganligini anglagan edik. Bayonotida sizlarga yetkazgan edik. Endi bugün sizlar şunu görüp durup sizlar ki Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Tillerson Yaponiyani, Koreyani, Cungoni ziyorat qildi. Tunji qatim Osiyoni ziyorat qildi. Rakis Tillerson Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Rakis Tillerson Yaponiya va Koreyani ziyorat qilganda nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlarining 20 yillik tirishchanligi, 20 yillik diplomatik tirishchanligining hammasi mag'lub bo'ldi. Endilekteki gap hazır uğraş meselesini tallaş üstüge koyuldu dedi. Demek bu söz nayte kattık çoğun telaffuz bilen eğitilgan söz. Endi bunun karta Tayvan nima bunun karta geçirinler Cungo'nun inkası mı? Hazır bunun karta Cungo'nun inkası Reis Xi Jinping bilen devlet işler katibi Rakis Tillerson görüşkende bir kelişim imzalamadı. Ameliyatı bir katılımlık ziyaretki beripla kelişim imzalaydigan qaydım yok. Bir kelişim imzalamadı. İkincisi iki devlet o'rtasidagi har qanday sezgir masalani eg'izga olmadi. Faqatla iki devlet o'rtasidagi ijobiy omillarni ta'kidladi deb qaytib keldi. Bu bir diplomatik rasmiyat bo'lishi kerak. Oxirgidan aytganda mushqatam safarda Rakis Tillersonning Beijingga ziyorat qilgan vaqti qandaq vaqt to'g'ri keldi degani sizlarga biz so'zildik. Birinchidan sat sistemasi Koreyaga ekirib bo'lgan vaqtga, ya'ni oxirgi hisobda sat sistemasining radar qurilmasini ham Koreyaga ekilib bo'lgan bir vaqtda. Chavshanda Koreya nima? Koreyada Pyao Chung-hui xonim amaldan vazifadan prezidentlikdan elib etilgan bir paytda, ya'ni Koreya hozir saylam davriga kirib qolgan shundaq bir paytda. Şundaqla biz sizlarga leksiya qilib so'zildik. Tayvan degan ismni Junhua Taybi degan ismning o'rniga o'zgartib Tayvanning vakillar umigini yillik yig'in, ya'ni ijodiyat qurultayi, kasbiy ijodiyat qurultayiga Janubi Afrikada ochilgan yillik yig'in Tayvanning vakilini chaqirganlar. Chaqirgandimi bunun ikkinchi chaqirgandimi bu boshqacha bir yo'l. Masalan, Junhua Taybi degan nom bilan chaqirishim bu mumkin edi. Biroq bu rad qilindi degan gap. Bu Junhua Taybi degan ism hozir xalqaro jamiyatga, masalan, xilma-xil xalqaro tashkilotlarga, ommaviy va hukumatsiz tashkilotlarga bu Jungo tarafdan qo'yib berilgan ism.
Cunhua Taybi degan ism besim bilan Jungo tarafdan qo'yib berilgan ism. Bu qatim Tayvanni Janubiy Afrikadagi xalqaro yig'inga chaqirganda qatnashchi vakillar umigin taklif qilganda Cunhua Taybi degan ismni o'zgartib, yo'q qilib, uning o'rniga Tayvan. Bu katta gap. Ama shunday ismlarning o'zgarishi, vaqtning o'zgarishi degandek bu katta gap. Shuning bilan hozir navbatda qaraganda Beijing musharakatlar qatorida masalan Sat sistemasi, radarning quruqliq chiqqanligi, Tayvan degan ismning xalqaro yig'inlarga Tayvan degan ism bilan Tayvan vakillarining chaqirilganligi qatorliq bir qator ishlar. Shundaqlar Rakes Tillersoning Yaponiya Koreya ziyorati, davlat ishtirokati va Rakes Tillersoning Koreya Yaponiya ziyoratida endilikli gap Chaushanga muloyimlik qildigan shu vaqt o'tdi. Bizning strategik savr taqatimiz oxirgi chekka yetdi. Endi urush Üstel üstündeki tallaştır. Bu mu o'ng'ay gap emas. Efendiler bu diplomatik ibar emas mi? Diplomatik ibar deyilgandimi? Shundaq deb qaragandimi? Bu so'zlarning Jungo'ga keladigan besimi qancha? Bu narsani siz ko'rib turibsiz. Endi Amerika mutaxassislari, Amerika olimlari Chaoshan to'g'risida fikr bayon qilib, xilma-xil fikr bayonlarni qilib, buning ichida ba'zilar nima dedi? Chaoshanda siyosiy hokimiyatni o'zgartirish. O'ylab ko'ring. Vatandoshim o'ylab ko'ring. Agar Chaoshanda siyosiy hokimiyat o'zgartirilgan bo'lsa, buning Jungo'ga ko'rsatgan ta'siri nima? Chaoshan Jungo'ning qo'lida bir kozir. Hozir Chaoshan Jungo'ning qo'lida bir qo'rg'on, Sharqi Osiyodagi qo'rg'on. Bu orqali Jungo hukumati 4 taraf, 5 taraflik munosabatni tanqab turyapti. Masalan, 6 taraf vakillari qatnashgan Chaoshan suhbati deydigan suhbat bor. Buning ichida Yaponiya bilan Rossiyaning munosabati, Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqdoshligi, shundaqli Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Koreyaning munosabati, ittifoqdoshligi, Rossiya bilan Jungo'ning bu rayonda tutgan o'rni va Jungo-Rossiya munosabati qisqasi 1941-yili 12-oyning 7-kuni Yaponiya Pearl Harborga urush qilib, Osiyoda paydo bo'lgan Sharqiy Shimoliy Tinch okean va Osiyo urushi. Tinch okean va Osiyo vaziyati shu vaqtda qanday hal bo'ldi? Shu kundan hisoblaganda 70 yil o'tgan bugungi kunda yana Sharq Shimoliy Osiyoda vaziyat jiddiylashdi. Buning oqibati yoki oxirgi natijasi qanday bo'ladi? Vatandoshlar, siz biz kutib o'tiradigan vaziyat.